Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. E'tiboringiz markazida UFC MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan Vodiy MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirda dasturimizda har doimgidek UFC MMA box olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin 2 soat vaqtimiz ketgan. Ushbu rolik uchun 3 soniya vaqtingizni ayamay videoga like bosishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. Ikki vazn toifasida sobiq UFC chempioni Alex Pereira yarim og'ir vazn yangi chempionga aylangan Magomedov Ankalaevning navbatdagi raqib bo'yicha UFC rahbariyatining sahna ortidagi rejalar haqida qiziqarli fikr bildirdi. Carlos Ulberg va Ilji Proxaska Ankalaev uchun ehtimoliy raqib sifatida tanlangan. Ko'rinishdan Alex bu ro'yxatda uning ismi yo'qligidan juda xafa bo'lgan. Men uchun hech qachon UFC haqida yomon gapirmaganman, lekin hozirgina eshitganlarim ko'nglimni parchaladi. Menda endi boshqa jang qilmaslik haqida o'ylar paydo bo'ldi. Bu ish boshlanishi bo'lishi mumkin deb yozdi Pereira o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasiga. Keyin esa Alex u akkauntni hakkerlar hujumiga uchragan bo'lishi mumkinligini da'vo qilib, UFC bilan doim yaxshi munosabatda ekanligini aytdi. Eslatib o'tamiz, Pereira o'zining so'nggi jangi mart oyida Ankalaevga qarshi o'tkazib mag'lub bo'lgan va kamardan ayrilgandi. Ramazon Temirov 26-iyun kuni Abu Dabidagi UFC turnirida jang qilish haqidagi xabarlar tarqalmoqda. Ramazonning murabbiyi Jasur Alijonov Instagram sahifasiga Ramazon Temirov va Asu Alimboyev jang uchun tayyorlagan qo'lbola posterini joylashtirdi. U mazkur postni Ramazon Temirov bilan joylashtirgan. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlar barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Vodiy MMA kanalidan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.